Assalomu alaykum vodiy chorva ishqibozlari. Xudo xolasa biz Andijon viloyati Sharifon tumani Hovldan bedamiz. Sizlar uchun xudo xolasa qo'ldan kelganicha yetilgan boqmuga tayyor novvoslarimizni xudo xolasa sizlarga obzorini qilib beramiz. Qo'ldan kelganicha like, podpiska bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Hafta kuniga bugun seshanba 2026-yil. Men tayyorman deyapti bu. Qoraka bu sizlardan. Nechta ko'chatlar bor aka bunda? Nechta bor sizda? 2 ta qoldi, 3 tani sotdim. 2 ta. Mana ikkovi qoldimi? Jupga sotyapsizmi yo donalikkami? Donalikka. Nech puldan deyapsiz? 33 million akalar. Bo'ylari 1.30, 1.25. Nargisi ichida kattaroq ekan. Bu nech pul dedingiz? 37 million. Necha yashar aka bu? Bo'za shekilligi buningiz. Qiziqqanlarga onlayn savdo qilaveramizmi aka? Qilaveramiz. Ha, nomeringizni aytib berasiz aka? 93lik. 482 49 akalar, biz Andijon viloyati Hovldan bedamiz. Hovldan beda obzor qilyapmiz. Akalarga bemalol aloqaga chiqaverasizlar aka. So'raganlarga dastlabkalarimiz bor-a? Bu yebich xayriga o'tib beradigan joylaringiz bor-a? 33 emas, so'ravering. Yebisiz o. Garantiyasi bor. Bundan tashqari so'raganlarga yana bo'g'im aka mana zotdorlardan topiladi. Akalar bemalol aloqaga chiqaveramiz akamizga. Bundan tashqari yana bor deyapti. Mana zotdor, zot kerak menga. Zotiga qiziqaman deydiganlarga akaga bemalol aloqaga chiqsanglar, ishinglarni bitirib beradi xudo xolasa. Aka, bozoringizni bersin. Voy, jonivor. Tayyorman deganlaridan aka mana. O'zi men tayyor bo'ldim deganlardan. Qaysi birisiga baraka bo'ldi aka? Yo'q, baraka bo'lmadi. Biroda pulimiz bor, oldi. Ha. Sotilyapti, xudo xolasa bular, ha? xolos. Xudo xolasa sotuvdagi mollar. Yeb ichishlari, tanijonlari zo'r. Yurish-turishlarini qarang. Gidetda 1.30 chiqadi, xudo xolasa. 1.30lar chiqib qoladi. Chiqib qoladi. 1.30lar chiqib qoladi. Bozor nech pul? Sizlar nech pul deyapsizlar? Biz 35 kami bor dedik. Bozor 32 million 300 qilyapti, 300. Xayri kamini beraverasizlar, ancha muncha kelishib, ha? 35 million kami bor dedik. Nechta bor aka sizda? Qora aka bu. Sizda nechta mol bor? 4ta. 4ta Ya bor. bu yerda yo'q. Bittasini olib chiqdik. Bittasini olib chiqdingiz, agar qiziqadiganlarga bo'lsa yana topib Ha, berasizlar. 3ta bor, 3ta bor uyda. 3taga Bundan javob tashqari beramiz. uchta bor. O'rtalar desak adashamiz. Aha. Bu onlaynga qiziqadiganlarga nomer beraveramizmi? Ayting nomeringizni. Aka bo'sh, aka. Men telefon bilmayman, ishlatmayman. Telefoningiz yo'q? Ha, men telefon. Ha. Ma'lumot uchun ma'lumot, Andijon viloyati Sharifon tumanidamiz. Akalar, Hoji buvamizdan shunaqa yosh ko'chatlardan, tayyorlardan juda ko'p ekan. Nomer ishlatdim, telefon ishlatdim deyapti. Mana akalar, zotini olaman deganlarga zotdordan 1.5 chiqadi, 1.40, 1.5 bemalol bo'ylari bor. O'rtacha 750-800 kilo ves bosib boradi. Alhamdulillah. Kimdan aka bular? Sizdanmi? Bozor qilishdimi aka? 3 million, 34 million. 33-34. Necha yashar ekan aka bu? Endi 2 yashar bo'ladi. Endi 2 yashar. Hali bo'zayding. Urug'da yurgan. O, ana. Urug' olaman, zot olaman deydiganlarga ham aka tayyor ekan. Aka, onlayn qiziqadiganlarga savdo qilaveramizmi? Nomeringizni aytib berasiz? 99lik.
495 1083. 1083 akamizga bemalol aloqaga chiqarasizlar. Bundan tashqari yana ko'chatlarimizdan bormi? So'raganlarga, ha? Mana zoti borlardan. Mental shvedlar bor. Semental shvedlar aka ko'p kerak bo'ladigan bo'lsa sizlarga semental shvedlar akamizni bemalol aloqaga chiqarasizlar. Sizlarga xudo xolasa ma'lumotni yetkazib, kelishib qolsanglar savdo qilaverasizlar. Aka rahmat, bozoringiz bersin. Va mana jonivorlardan yana bor ekan. Zot olaman deydiganlarga zot olaman. Juda o'zim ko'paytiraman deydiganlarga akalar 150 dan tepa. 150 dan tepa gavdalar kattaligi. Bu kimdan ekan akalar bu? Sizdan aka. Bozor nech pul qilishdi bor aka? 45 ga bordi shekilli aka. 45 ga. Hisoblaganda taroziga 65 mingdan so'ragan. Ha 65 tarozidan so'radi. Necha yashar ekan bu bor aka? 2 yasharga bordi. 2 yasharga bordi. Onlayn savdo qilaveramizmi so'raganlarga? Bozor qilaveramiz. Bormi yana boshqa? Bor, ha. Nomerlarimiz 33lik 33lik 400 400 80 00. 480 00 akamizga aloqaga chiqaverasizlar. Qiziqadiganlarga yana bor, uyda bor deyishyapti. Xudo xolasa ishlaringizni bitirib beradi. Bundan ham semiz, bundan ham go'shtdorlari bor. Yana bor, ha, zotdor. Aka bozoringizni bersin. Rahmat. Voy jonivorlardan bor ekan mana akalar. Juda chiroyligidan bor ekan. Buni qaranglar bor akalar. Qiziqadiganlarga olaman deb orzu havas qilib yurganlarga akalardan xudo xolasa ma'lumotlarni olamiz inshaalloh. Go'zalidan kelib qopdi Sharifov aka. Aka, nech pul qilishyapti bozor? 68 dan deyapti. 68 dan qilishyapti ikkoviga. Yo'q, ikkoviga 68. 68 taroziga. Ha, nimachi? Shunda taroz. Siz nima? Nech pul deyapsiz turishiga? Turishiga biz 75 dan. Turishiga ikkoviga 75. Xayri kamini bor aka? Chiroyligini qaranglar. Turishiga 75, xayri kamini bor deyapti akalar. Bemalol savdo qilsanglar xayri kamini qilib berishadi. Juda chiroyli. Yetilibdi shu mollar, tayyor ekan. Akalarimizda. Savdosi bo'lyapti xudo xolasa. Aka? 70 dan beri o'rnab qo'ydim. 68 dan qimmat qilsangiz nuqtalarga 3 kiloni, 4 kiloni, ikkitasiga, bittasiga bor. To'g'ri. Bor baraka. Alloh barakasin. Yo'q bola. Aka qiziqqanlarga onlayn savdo qilamizmi? Boshqa yana bormi? Aka bozoringizni bersin.